Sajibdi. Foydasi bo'lmaydi. Sen bilan yurtda 7 oy urib o'tib ketdi qo'lim. Assalomu alaykum. Kelinglar. Salom. Assalomu alaykum. Siz charchamayapsizmi? Anaqa Instagramda ko'rib qoldim, qo'l uvishish ketdi, video qo'ygan ekansiz. Qanday mana shunaqa narsa bor-da? Hamma Instagramdagi videolarni mana shunaqa ko'rib o'tiradilar-da, mana shunaqa men mana shu yerga kelishim kerak deb hamma joyga borib yuraveradi, doktor yuraveradi. Men aytayapman, mana ChatGPT bor, tekin, tep-tekin. Polni hamma anaqalarni dorini yozib berdi, dorini yozib berdi, bir tiyin foydasi yo'q, to'g'risini aytsam. Million faqat rasxod. Instagramda ko'raveradilar, mana shunaqa keladilar. Ha, Doppler tekshirdi-da. Nerv tolarini yaxshi tortdi-da. Yo'q, Doppler qon tomirlarini tekshiradi. Yirik qon tomirlarini tekshiradi. Boshqa narsa. Bizga ham nazarchini yozib berdi-da, lekin yaxshi chiqdi. Ha, siz bo'layotgan narsani aytib bering menga, siz nima bezovta qilyapsiz? Qo'lim ushadi. Aha. Kechasi og'riq beradi. Og'riq bo'ladi. Harakatlanganingizda og'riqmi yo to'g'ri tursa ham og'riradimi? Og'riqadi. Harakatlanganda kuchayadimi? Kuchayadi. Harakatlanganda kuchayadi. Hop, kunduz kuni bezovta qilmaydi. Yo'q, kunduz yaxshi yuradi. Ishlab yuraman-da. Aha. Kechasi tinib, jim bo'lib qolgan boshqa. Ha, og'riqlar kuchayadi. Qachondan beri boshlandi bu og'riqlar? Ancha bo'ldi, lekin 6-7 oydan qiynaladi. 7 oydan beri doktor vashi tinmaymiz. Har xil tekshiruv qilib tashlashda bir tiyin foydasi yo'q. Men kecha videosi ko'rib qoldim, borib ko'raylik dedim, men bu ishonmayapman hozir. Hozir biz siz bilan NMG qilib, shu nervlarni qaysi birida buzilish bor, qaysi biri o'tkazuvchanligi buzilgan tekshirib ko'raylik. Hozir NMG deysizmi? NMG. Hozir yana tekshiruv qilamizmi? Hozir yana pul so'rayapsiz-da, Tavba. Pul so'rayotganim yo'q. Hamma doktorlar tekshiruv qilib, bir tiyin foydasi yo'q. Xafa bo'lmayman. Xafa bo'lmaysiz nima edi? Xafa bo'lmayman. NMG nima edi? NMG hozir men so'rayman, anaqadan to'xtab turing. ChatGPT'dan ko'p tekshirib anaqa qiladi, hozir ancha yordam beryapti ChatGPT ham. Yo'q, siz ChatGPTdan so'rabing, mendan so'rang. Men sizga tushuntirib bering. NMG bu bo'yindan chiqqan nervlarni ma'lum bir qismi qayerga borsa, o'sha yerga borayotgan o'tkazuvchaligini tekshirib beradi. Tekshiradi, keyin nima qiladi, davolaydimi shuni? Yo'q, davolamaydi. Oldin qaysi nerv zararlanganini topamiz, qaysi turdagi zararlanishni topamiz-da, keyin shunga qarab turib, kerakli mutaxassisga yo'naltiraman. Balki bu nevrologitskidir, balki bu travmatologdir, balki bu revmatologdir. Analizlar topshirib, nimadan bo'layotganini topish kerak. Shunaqa kasallik bo'lganmi o'zlari? Bunaqa kasallik ko'p uchraydi. Faqat bular o'zi boshimchalik bilan uyda har xil dorilarni olib, massaj olib, hijoma qo'yib yoki hijoma ham qo'ydik, foydasi bo'lmadi, to'g'risi. Massaj ham olyapmiz qanchadan beri. Battar bo'lsa bo'lyapti, bo'lmayapti, vashi tuzalmayapti. Keling, oldin tashxis qo'yaylik, tekshiraylik-da, keyin shunga qarab turib, keyingi yo'limizni, transportimizni nima qilib qoling? Tekshirish, nimaga tekshirish. Foydasi bo'ladimi? Sajibdi. Mana ko'ryapsizmi, amplitudalaringiz past chiqyapti. Bu degani shu nervlar tirsak sohasida atvet past, ko'ryapsizmi? Bizga yuz bersak ham, juda ham past chiqyapti. Bizda bu yerda javob bor. Demak, bizda tunnelli sindrom bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, Dilfuza, yaxshimisiz? Sizimsiz, charchamayapsizmi? Dilfuza, men institutga 2 hafta oldin bordim ayolim bilan.